Salom hammaga, sizlar bilan yana Dilshodbek Gaming. Bugun videomiz bilan qaranglar bolalar, sizlar uchun qiziqarli lobbilar qilinyapti, bilasizlar, kiretganlar bor. Mana shu qiziqarli lobbiga davom ettirammi yo ettirmaymi? Shunga kommentga haligi yozib ketinglar bolalar. Iltimos, yangi kiretganlar bo'lsa, obunani bosib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani yoqib. Stream yoqqan paytimda aktiv bo'lib tursanglar, xudo xohlasa sizlarga ham UC bo'lmasa akkauntinglar bo'lsa akkaunt qo'yib haligi o'ynab beraman, to'g'risini aytaman. Men misol aldash yo habajo'li emas bu. Просто bu videoda olayotgan sababim streamga yoqqan paytimda aktiv obunachilar, to'g'risini aytaman, bitta ham kirmayapti. Mana shunga aktiv bo'lib tursanglar, sizlarga anchalar yutuqlarim bor. Men ham endi sekin ko'tarilayotgan kontentga meni ham podдержка qilsanglar, sizlarni ham men ham podдержка qilaman. Xudo xohlasa sekin asta bir-birimizga podдержка qilaylik. Obuna bilan like bosib qo'ying, kommentga yaxshi niyatlaringizni qoldirib qo'yinglar bolalar. Omadmi, ishlaringizga rivoj deb marginaqa deb qo'llab-quvvatlash, podдержка qilaman deb yozib ketinglar bolalar. Iltimos sizlardan. Xudo xohlasa qiziqarli lobbilar, yusuli lobbilar albatta bo'ladi biz kanalda. Obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, stream yongan paytda keladi xabar. Stream yondi deb. Mana shu paytda yusuli lobbi bo'layotgan paytda sizlarga aytaman. Mana shunga. Yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shu yergacha video tomosha qilgan bo'lsangiz, joningiz sog' bo'lsin.